Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. 3 ta butun tuxum va 2 ta tuxum sarig'ini qo'shib, yarim choy qoshiqda tuz qo'shamiz va vinchikda aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Biroz aralashtirganimizdan keyin mo'ljalda ko'rsatilgan unimizni qo'shib, 300 gram atrofida un bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Qo'limizda juda ham yopishsa yana ozgina un qo'shishimiz mumkin, lekin o'rtacha yumshoqlikda xamir qorishga harakat qilinglar. Juda ham xamiringiz qotib ketmasin, qo'lingizga nomiga yopishib tursa bo'ldi. Shu xamirimizni endi 2 zuvalaga bo'lib tindirib qo'yamiz. Mana endi tinib oldi qizlarjonlar. Tingan zuvalamiz juda ham ko'p qolib ketmasin, yarim soat tinsa bo'ladi. Biroz un sepib, o'rtacha 1 mm qalinlikda yoyib olinadi. Endi shunaqa brandada 3,5-4 cm atrofida lentachkalik kesib olamiz. Agar sizda shunaqa cho'p bo'lsa yoki bo'lmasa sushilarni cho'pimi, shunga o'rab olasizlar. Mana shunaqa qilib, yog' juda ham qizib ketmasin, 1 litr atrofida yog'ni solib olinglar va mana shunaqa cho'pda ikkita tarafdan ezib turib, aylanma harakat qilib qovurib olishingiz kerak. Qizlar xamiri yupqa bo'lgani uchun juda tez qizaradi. Tillarangda qovursanglar chiroyli chiqadi. Oldinlari biz qizartirib qovurardik. Hozir ancha ranglari oq o'ramalar tayyor bo'ladigan bo'ldi. Shuning uchun biroz tillarangga kirgandan keyin ovurasizlar. Orqa oldini shunaqa aylantirsanglar, bir yoqdan ushlab tursanglar, mana yana bir marta ko'rsatyapman qizlar. Bir yoqdan ushlab tursanglar, katta bo'lib ochilib ketmaydi, o'rtacha bo'lib ichlari bilan pishib oladi. Agar gazingizda balandlik sezsanglar, yog'ingiz qizartirib yuborayotgan bo'lsa, albatta biroz o'chirib sovutib olishingiz kerak bo'ladi qizlar. Mana shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'ladi. Agar xohishga qarab siz saxarni pudra sepishingiz mumkin yoki bo'lmasa asalli qiyomga botirib olishingiz mumkin.